ketdi. Bitta narvasi ketasiz. O'sha chajibsini qani birpasda qilasan, ketasan keyin. Yolunu ayttirasizmi? Aytdim, qizim bu. Javob deb ayttirasiz. Ha, aytdim. Siz hech bir demaysizmi? Hech bir demaysizmi? Siz tushunib qolasiz, qanday qilasiz? Boshqa o'rnak yo'qmi? Kelishib jonimga keladi. Deb o'zini aldab kelmaydi bola. Kelsa ham o'yinga keladi. Shukrulloh. Shukrulloh tushunyapsizmi? Vazifa qilmi? Yo'q. Joylar aksiyon nima? Çay. Yo'q. Magazin. Shtativ yo'qmi? Shtativ. İmşar koydu. Yo'q, notebook kerakmi sizga? Bo'ldi. Hozir baqib qo'yib beraman. Sizga bu mag'lubiyatmi? Mana, olib qo'y. Yo'q. Birovniki so'ramasang yema. Akatligini yo'qmi? Yo'q. Jami chiqaring. Sen onaman sabit qilish mumkinmi? Двойной пас ko'rildi. Bu yerda narvasi bo'lyapti, jimey. Shu ishlarni keyin qo'yadi. Hamma. Agar qo'ysa. Ishni kabinet qilib turmaydi. Har narsa bo'ladi, kapirat qilib bo'lmaydi-da. Yo'q, men shuni qo'yaman. Ha, lekin yozuvni o'zingiz yozishingiz kerak. Hozir yozaman. O'zi shunday qilasiz. Bo'lsin, telegramda. Ha. Yondashish mumkin. O'rgatish kerak. Просто elementlarni qidirib o'tirmaysiz-da. Uncha video ko'rsatdim. Sabr, to'g'rilab oldi. Tayyor quyot bo'lib qoldi ozgina. Yahyobek. Mayli, dinamizga qo'yib. Uchasi zo'r. Ye. Siz navasi kirib qolibman-da. Ovozim baland qilibman. Bitta qo'shiq eshitdik. Voy. Oh. O'ldi shukur. Ey, bilan qachon hal qiladi? Hey. Shukrulloh. Ko'p gapiryapsiz. Asitiyo. O'chiramizmi shu narsani? Avaz. Hello world. Ingliz tilida yozib shuni, shuncha qiyinmi ish ku? Shuni qanaqasi bo'ladi? O'ldirmasdan ishga qo'ygan. Texnologiya. Texnologiya qiyinmi? Yo'q, boqyapman. Shukrulloh. Ishonib foyda beradi. Shukrulloh dedi. Mana yo'q. Mana buni oramizda. Endi shuni to'g'rilaymiz. Videoni yoqib 3 minutga qo'ying. Natijani ko'rsating, teparoq qilib. Mana. Voy, ayni salqinligini. Bo'lsa-ku narxini qanday? Endi vaqt to'xtating, vaqt to'xtating. Eh,